ichini o'zimni tiriklayin ko'mdimi? Bu yerda Enderman bor ekan. Ko'zga qaramadimmi? Ko'zga qarab qo'yibman. Voy. Endi nima qilamiz? Doktorlarni chaqiramiz. Alloh doktorjon. Bitta bemor bor. Uni ismi Natasha. Yeb qo'yibdi ko'kasi. Ay. Nima? Spawn? Tezroq borishimiz kerak u yoqqa. Do'stlar. Iltimos kuzatuv rejimiga o'tib turamanmi? Hopma. Sizlardan uncha ana o'qimaysizlar. Do'stlar. Kuzatuv rejimiga o'tib turaman. Bu eng oxirgisi. Kreativga o'tib turaman bo'ldi. 5 minutga do'stlar. Bo'ldi, kreativdan bitta narsa olaman. Boshqa hech narsa olmayman. Kreativdan hech narsa olmayman. Просто ana o'g'onga tegmasin deyapman-da, qatta edi. Kon, mana. Kreativga. Yo'q. Kreativ rejimga o'tamiz endi. Kechirasizlar, kreativ rejimga o'tganim uchun kechiringlar. Mana 5 minutga bo'lmasam narsalarim yo'qolib qoladi-da. Agar narsalarim yo'qolib qolgan bo'lsa, do'stlar kechirasizlar. Men kreativdan o'sha narsadan olaman. O'rlab yo'qda qilib yotibdi. Narsalarim qani? Narsalarim. Do'stlar, kreativdan bitta narsa olsam bo'ladimi? Do'stlar, ozgincha narsa olaman. Kechirasizlar, do'stlar, iltimos. Doktorlarman nima olmoqchiman o'zi? Men ozgincha tayyorlanishim kerak edi. Shunga kechirasizlar, menga temir aslahalar olamanmi? Shu ozgincha narsaga hisob kirdi. Yana menga temir instrumentlar kerak. Sizlar agar meni obunachim bo'lsanglar, shunaqa oddiy narsalarga bunaqa yo'q, biz sizdan rozi emasmiz devormaysizlar-da. Mayli joyga solib qo'yaman do'stlar. Faqat bitta men bunaqa narsalarni olaman. Va bizga bitta dona qilich olamiz. Bu esa faqat almasdan bo'ladi. Kechirasizlar do'stlar, endi mana o'tamiz. Hamma yoqqa qo'yib tashlaymiz endi. Temir narsalarlik bo'lib chiqdik kondan. Endi esa instrumentlarni shunaqa chiroyli qilib qo'yamiz. Ikkita almas topdi yatiga bo'ldi. Endi o'qiymiz.
Anam. Vay qishloqni o'ldirib qo'ydik. Endi o'zimizga ferma qilishimiz kerak. Biz tekislashimiz kerak, men yo'q. Shuning uchun uyimiz orqasidan kovlaymiz. Deyarli sekundlarda sindiryapti loy. Temirda shunga 34 ta bu yetadi. Lekin biz qo'y ferma qilishimiz kerak. Tortilla ana bo'ldi. Qo'yib tashlaymiz hamma yoqqa. Ana. Stop. Ana hamma pas. Mana yoqlarni tashlaylik. Yoqmayapti negadir. Mana endi shuni o'tirsin. Yangisidan qilib qo'yamiz-da. Qancha kundan beri asfalt kelmayapti. Asfalt kelishi kerak axir. Uyimiz chiroyli bo'ldi. Uyimiz chiroyli bo'ldi. Olmos kovlagani tushamiz. Lekin undan oldin biz bitta narsa qilmoqchimiz. Ana ferma bor. Lekin do'stlar, ana bu. Biz kunga tushishdan qo'rqaman. Uncha emas. Lekin men bitta narsa qilmoqchiman. Ya'ni kunga tushamiz mayli. Kreativdan narsa olmoqchi edim. Skelet qochdik. Qoch. Do'stlar, biz kreativga o'tib turmasak bo'lmaydi. Endi yangi rejim. Meni olmoslarga do'stlar, kechirasizlar endi. Hekkerlarni uslab bo'ylab. Biz hozir chiroyli bo'lib kiyinib oldik, adashmasam. Endi bizga bozor kerak bo'ladi. Biz shuni kreativ rejimda qilmoqchimiz. Hozirchalik mana bu narsalarni bu yerga solib turamiz. Endi esa ishni boshladik. Biz просто kreativ rejimda qilmoqchimiz. Sizlarga qiziqroq bo'lsin deb va qanaqadir g'alati narsa bo'lsin deb. Mana buni buzib tashlaymiz. Mana bu yerdan bozorni boshlaymiz. Stop. Bu yerda hali buzilgan portal bormidi? Bizga keraksiz narsa, buni sandiq yo'qmi? Sandig'i loy bosib qo'ygandir-da. Portal o'zi qani? Lava mana shu yoqda bor ekan-ku.
to'g'ri-ku. Lekin biz bunga turgan joyimizda obsidian. Mana shu yerdan portal qurib qo'yamiz. Endi esa bozor. Stop. Bu yoqdan qursak hozir. Mana buni oldiroq qursak endi nima bu? Shuning uchun mana bu yerdan quramiz. Stop, endi bizga redstone narsalar kerak bo'ladi. Bitta blok qilib qo'y. Mana shu bizga qishloq mana bu yoqda bo'lsa. Короче, bozor uchun nima qilamiz? Biz buni anaqa qilib chiroyli qilib bezatishimiz uchun anaqa chiroyli blok olamiz. Masalan, bittan kirib mana bu chiroyli blok.